Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, Dakan ishqibozlar, parvoz aka ukalar, yaxshimisizlar? Charchayapsizlarmi? Sizlarga ajoyib jo'jalar, 3 oylik bo'lib qoldi, aprilskiy jo'jalar. Mana shu xo'roz bilan mana shu makiyondan olingan, makiyon girachi, xo'rozimiz tanachi. Bularning yo'li zo'r. 5 kilodan kam bo'lmaydi. To'lovdan chiqsin. Hozir ham 4 kilo 700 kiloda xo'roz. 2-3 marta o'ynagan, yutuqlari bor xo'rozda. Makiyon ham girachi, o'zi bilib turibdi, ko'rgan odam bilib turadi. Mana jo'jalari o'toqlar mana. Sotiladi mana. Donga g'arib bo'lib qolganda, egasi ketib qolib, ishga ketib qolib, donga g'arib bo'lib qolgan bo'lar mana. Bular to'lovdan chiqib, parlari chiqib yetilsin, tana bo'lmaydigan darajada shunaqa gerak bo'lib ketadi. Bular katta xo'roz bo'ladi. 5 kilodan kam bo'lmaydi, yaxshilab boqsangiz. Faqat mana bug'doyda qolib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Bug'doy terib yuribdi. O'ta go'zal, o'ta chiroyli. Xo'roz lekin juda baquvvat bo'lgan xo'roz. Voy, juda ko'p ekan bog'da. Men 4 ta 5 ta xorosmi desam, bu tomondagilar u tomonda qoldi. Mana bu tomondan juda ko'p ekan mana. Makiyonlari ham bor ekan, ha? Mana bu bardovoy ham o'ta chiroyli chiqadi. Mana bu ham makiyonchli xo'roz mana shu ham. Bu ham xo'roz ekan. Mana do'stlar. Yo'q. O'ta chotki. Mana makiyonlar ham zo'r chiqqan ekan. Bular endi haliga Dakan emas, bular hashak, ha? Yo'q, Dakan emas. Kelinglar, qarang. Olinglarchi. Narxlarini iloji boricha yengil qilib beriladi. Ishqibozlar boqib tarbiya qilib olaman, siz zo'r narsa bo'ladi. Mana bardovoy ham vobshe zo'r chiqadi o'rtoqlar, ishonaringlar. Bu bardo o'lib qolgan bolasi o'tgan. Qizildi bolasi, o'tkelik qizildi. Qizildi bolasi. Gapi yo'q. Bog'da ko'p dakanlar, tovuqlar juda ham ko'p. Shuncha yengillatiladi, ishqibozlarga yaxshi xo'rozlar bor. Sotilaveradi, aloqaga chiqasizlar. O'rtoqlar, tomoshaga sotiladigan dakan sho'jalar, bularning ota-onalari yaxshi bo'lgan-a? Kelib chiqish. Inasi. Otasi yuribdi. O'sha xo'roz bilan bosh makiyon, makiyondan-a? Mashina ekanda. Gap so'z yo'q. Qani chaqirsa keladimi? Xo'rozlar agar egasiga sadoqatli bo'lsa, chaqirsa keladi. Desam, kelyapti bitta bog'da tutdan. Voy, joning sog'. Voy, suvga tushib kelyapti xo'roz. Mendan qo'rqyapti lekin. Kelinglar, qani. Olinglarchi. Olinglar, mana xo'roz ham yetib keldi. Bo'ladi ish. Xo'roz o'sha Turkiyaga xo'roz qandaydir, ha? Gap so'z yo'q. Lekin bu xo'roz o'ynagan 1-2-3 marta o'ynagan xo'roz. Yoshiga yetdi, tulak bo'ldi endi, tulakka kirib ketibdi.